keyin yasab qo'yilgan ya. Narva 10 metr bormi? Bor. 600 yillik masjid. Hozir ishlab turar ekan. Masjid qurilganiga mana 600 yil bo'lgan ekan. 6 asrlik masjid. Mana ustunlari xuddi o'sha turish restavratsiyasiz holatda turibdi. Mana 4 ustuni bor. Ichkariga yana zamonaviy qilib mana bu mana katta langar Qur'oni 7-asr. Shu masjidning ichiga turibdi mana. Langarota masjidining ichiga. Masjidning devori ham 1,5 metr bor mana qalinligi. Kamiga. Eshik mana odam bo'yicha ekan mana. Ol degani, xullas. Mana masjid tashqari hovlisi. 190 ekan. 190? 190 ekan devorli qalinligi. Bu bu zina mana hozir aytibdilar. Tepasi tomshuvoq qilingan ekan. Kurash uchun, qorni kurash uchun chiqilar ekan mana shu yerdan. Qorni kurash uchun shu yerdan chiqib, masjid ustidagi qor kurab tashlanar ekan. Mana ustunlar patologlari ham mana restavratsiyasiz holatda turibdi 600 yildan beri. Loy bo'lgan ekanda. Ustimi? Tepadan chiqib qor kurar ekan tomniga. Masjid umumiy ko'rinishi, masjid hovlisi mana. Mana shunday qilib mana xullas. Mana masjiddan chiqqandan keyin masjidni mana bu ko'cha tomondan ko'rinishi. Mana hovlisi masjidni. Tashqari tomon. Mana bu to'g'ridagi mana ko'rinib turgan mana shu maqbara. Mana shu Langarotani maqbaralari mana. Xullas mana shu joydan chiqib boriladi. Langarota maqbarasi. Masjidda yana bitta eski darvozasi. Olti yuz yillik masjid. 600 yillik, 6 asrlik masjid. Shu o'zimizga Qashqadaryoga mana shu tumanida turibdi mana. 6 asrlik masjid. Mana Langarota ziyoratgohi, maqbaralari. To'g'ridan quyosh tushib turgani uchun